Usta. Nima qilyapsiz buni? Shu daldala qilyapti, devor. Bizda shunaqa problema bor. Bunlardan sho'r chiqqan, devordan sho'r chiqqan. Buni kesib olib tashlayapmiz bolgarka bilan. Polностью kesib olib tashlayapmiz. Tagiga antisol, so'rga sho'rgan himoya qiladigan narsalar hammasini surtab, xudo xolasa buni chiqmaydigan qilamiz. Bo'lmasak bo'lmaydi, yana chiqishi mumkin. Mana bu holatda kesib olib tashlaymiz mana. Plastik tagida sho'r chiqqan, buni yuvib, tozalab, xudo xolasa boshqa sho'r chiqmaydigan qilib mana bu mahsulotlar bilan yuvamiz bularni. Очиститель фасадов. Эффектный удаление висола, цемент, накип, плесень, xullas betondagi, g'ishtdagi, kamendagi hamma sho'rlarni ketkizdiradi. Salafan qilib yopishtirib tashlaydi xudo xolasa. Bundan keyin antisol uramiz, Megamix antisol va betamakantag uramiz. Xudo xolasa sho'r qaytib chiqmaydigan qilib, inshaalloh qaytib chiqmaydi. Agar kimdadir boshqacha fikrlar bo'lsa, ustalar, agar boshqacha fikrlar bo'lsa, sho'rni yo'qotish uchun kommentga yozib qoldiringlar.